Ha, mana misol uchun hozir eng qiynaladigan tarafim bu informativ video bo'lmasligi kerak. Bu ayni ota-onalarga men tomonidan maslahatlar bo'lishi kerak. Bog'chani tanlab turganda o'zi bilib bilmay muhimlik darajasini umuman boshqa narsalarga qo'yib yuboryapti-da. O'sha meni juda qiynayapti. Bizga ham savollar keladi har xil. Unaqami, bunaqami. Bolalar, ota-onalar bog'chani ta'lim muassasasi sifatida emas, omborxona sifatida ko'ryapti-da. Bolani sog' salomat, qorni to'qni ustida turib tursa bo'ldi. Men ertalab 7da chiqib ketaman, 7gacha, kechki payt 7gacha shu sog' salomat tursa bo'ldi degan fikr bo'lib qolyapti-da. Bu video aynan o'sha narsani oldini olish kerak. Ota-onalar ozgina o'ylab, "Hey, shuncha pul to'layapman, xususiyga misol uchun. Shunga yarasha bolam nimadir o'rgansin. To'g'ri, munosabatli odamlar bilan ishlasin. Bolam qiynalmasin, siqilmasin, u urilmasin, unga psixologik bosim o'tkazilmasin, shunga yarasha. Men bekordan-bekorga pul to'lamayapman, talab qilsin ota-onalar. Nima qiynab yuborsin bog'chani direktorlarini. Mana shu meni orzuyim. Haqiqatda men maqsadim mana shu videodan shu narsaga yechim bo'lish ota-onalar. Bu informativ, prosta ma'lumot uchun bugun eshitib turib ertaga esdan chiqarib yuboradigan narsa bo'lmasligi kerak-da. Qarang, bog'cha tanlash uchun alohida qo'llanma qildik. Erta bog'chaga borganda nimalarga e'tibor berish kerak? Qanaqa xatolar bo'lishi mumkin tanlay turganda va bog'chani direktoridan, tarbiyachisidan so'raydigan savollarni bitta joyga yig'dik. Shu qo'llanmani tortib olish haqida videoning oxirida gaplashamiz. O'shaning uchun oxirigacha eshitib o'tiring. Mana qarang. Siz mana qizingizni bog'chaga bermoqchisiz. Birinchi marta nimani so'rashingiz kerak? Erta u bog'cha nima u? Birinchi bog'chaga maqsad beryapsiz. U faqat siz ishlaganingizda bolangiz tinch turishi kerakmi? Yo o'sib rivojlanish kerakmi? 6 yoshgacha shuncha ish bo'lib ketyapti miyasida. Shuncha katta rivojlanish bo'lyapti. U bola chaqalog'ida o'zini eplolmasdi. Oxirida 6 yoshga chiqib bola maktabga tayyor, hayotga tayyor, o'zini o'zi eploladigan bo'lib chiqish kerak emasmi? U rivojlanish qanchalik katta. Lekin o'sha rivojlanishni to'xtatadigan joyga berishingiz kerakmi yoki o'shani rivojlantirib qo'llab-quvvatlaydigan joyga berishingiz kerakmi? Shuni hisobga oladigan bo'lsak, birinchi bo'lib dasturni so'rash kerak. Dastur qanaqa? U ilk qadam bo'ladimi? Montessori bo'ladimi? Waldorf bo'ladimi? IB bo'ladimi? Reggio Emilia bo'ladimi? O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmayman. Lekin bularning hammasi bolani rivojlanishini birinchi o'ringa qo'yadigan dasturlar. Va o'shalar sinfxonada haqiqatda bormi? Biz misol uchun Montessori qilyapmiz deb turib, ichida na o'qituvchisi o'qitilgan, na Montessori materiallari bor, na bolalar bilan Montessorida ishlashadi. Bolalar partani ortida o'tirib, o'qituvchi nima desa deb hammasini qilib turish kerakmi? Yo haqiqatda erkin, mustaqil rivojlanish kerakmi? Umuman bog'chani o'zi ma'no mantig'iga qaraydigan bo'lsak, bog'cha bu o'sha xon amirlar davrida o'sha haramdagi bolalar o'tirib, bir-biriga she'r aytib, o'yin-kulgi qilib o'tiradigan joy bo'lgan. Endi hozirgi kunda umuman nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoda eng katta muammolardan bittasi bo'lyapti. Aynan maktab, bog'chalarda rivojlanish orqada qolib turgan. Yangi texnikalar paydo bo'ldi, yangi narsalar, gadjetlar ishlatyapmiz, lekin ta'lim tizimda o'zida, qanaqa o'qitish metodikasida katta o'zgarishlar bo'lgan yo'q. 100 yil oldin ham xuddi shunaqa edi, hozir ham xuddi shunaqa. 100 yil oldin ham bolalar o'sha qo'pol bo'lsa ham omborxonada saqlanib turadi. Hozir ham 6 yoshgacha bolalar omborxonada saqlanyapti.
otasi ishga borib, onasi ishga borib, qaytib kelgungacha bola sog' salomat, qorni but, hamma birinchi ehtiyojlari qondirilgan bo'lsa bo'ldi. Hatto shuni ham qilishmayapti, bolalarga pampers kiydirib. To'g'risida? Demak, birinchi bo'lib rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydimi yoki yo'qmi? Shunda aniqlab olishingiz kerak. Xo'p, ikkinchi yana eng asosiy narsa o'qituvchi. Balki dastur bilan bitta ustuvorlik darajasida o'qituvchi. Chunki bolangiz bilan kerak bo'lsa sizdan ko'p bola aktivligida birga bo'ladigan odam. Agar siz 8 dan 6 gacha, 7 gacha ta'rif tanlaydigan bo'lsangiz, xususiy maktablarda hozir shunaqalar chiqib ketgan. Bola 10 soat, 11 soat bog'chada bo'ladi. Siz shunda 1 soat yo'lga ketkizsangiz, bola o'zi bu yoshda 10 soat uxlasa, 1 soat ovqatlansa, keyin nonushta bilan kechqurungi ovqat, bu yog'i siz bilan 1 soat qolyapti. Endi qarang, shu 1 soat siz bilan bola aktiv bo'lyapti. U odam bilan 11 soat aktiv bo'lyapti. Albatta u odamning roli bolani hayotida juda ham muhim. Shunday ekan, u odamning qanaqaligini bilish siz uchun ham muhim bo'lishi kerak. Chunki siz o'zingizni eng qadrli insoningizni, sizni olmosingizni, o'sha otalarning malikalarini, onalarning jasur o'g'lonlarini o'sha odamga ishonib topshiryapsiz. U odam xushmuomala bo'lish kerak, u odam bolangizni hurmat qilish kerak, bolangiz bilan sog'lom munosabatlarda bo'lish kerak. Ota-onaning rolini o'ziga olib qo'yish emas, ustoz bilan o'quvchi sifatida munosabatga kirish kerak. U odam o'zini nima qilib turganini bilish kerak. U misol yaqinda yana video chiqdi, internetda tarqalib ketdi. Bolani uradigan o'qituvchi. Deyarli har oy chiqyapti bunaqa narsalar. Ayniqsa bog'chalarda, xususiy bog'chalarda qizig'i. Endi siz juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bolangizni berib turganingizda odam kim? U odam shaxsiyatini qanaqa? Bilimi qanaqa? Xo'p, u odam matematikani o'rgatyapti, lekin urib o'rgatyapti. Sizga shunaqa matematika kerakmi? Sizga shunaqa matematik olim bo'lish kerakmi bolangiz? O'ylash kerak. Psixologik bosim o'tkazmaydigan, urmaydigan bolani odamni topish kerak. Qidirishga umuman vaqt sarflashdan achinmaslik kerak. Endi keyingi narsa bolalarning tartib intizomi, bolalarning kun tartibi, erkinligi, bu hammasini qoidalari, o'sha bog'chani hammasini yaxshilab o'rganib chiqish kerak. Bu nima degani? Bolalar qo'lini bundoq qo'yib turib, ustozlar aytganini qarab eshitadigan, nima desa qiladigan bolalar katta bo'lsa, kim nima desa xo'p deydigan kattalar bo'lib katta bo'ladi. Ulg'ayadi. Sizga shunaqa kerakmi? Yoki o'zi fikrlaydigan odam kerakmi? Shuning uchun ham erkinlik beriladigan va tartib shunda yo'qotilmagan, balansda, muvozanatda bo'lgan joyni tanlash kerak. Ularning kun tartibi qanaqa? Yetarli darajada mashg'ulotlar bilan ishlanadimi? Yetarli darajada jismoniy rivojlanishiga e'tibor beriladimi? Toza havoga chiqadimi? Bolalarning intizomi qanaqa? Hamma bolamiz jim o'tiradi desa, bo'ldi, tushunavering. Bu odamlar yo aldayapti, yo shunaqa qilib bolani tarbiyalayapti.
hozirgi kunda kelajakda sun'iy intellekt chiqyapti, robotlar rivojlanyapti. Faqatgina nima desa xo'p deb qiladigan odamlarning o'rniga robotlar ishlayveradi. Adaptatsiya qila oladigan, moslasha oladigan, yangi narsani o'rgana oladigan, o'zini ustida ishlaydigan odamlar, o'zini fikri bor odamlar, fikrlay oladigan odamlar mana bular o'sadi. Va shular dunyoni qutqarib qoladi va yangi avlodni boshqaradi. Bu mening shaxsiy fikrim. Yana bitta muhim jihat xavfsizlik. Juda ham yaxshilab qarash kerak. Bog'chani tuzilmasida xavfsizlik qoidalariga rioya qilinadimi? Erta o'sha ikkinchi etaj bo'lsa, panjaralari bormi, misol uchun? Oynalari qanaqa? Basseynlar bo'lsa, ular yopiqmi, ochiqmi? Ha? O'yinchoqlar qanaqa? Siniq, qanaqadir biror joylari chiqib qolgan katta tramplinlar, nimalar, sirpanchiqlar bo'lsa, bolani hayotiga xavf solishi mumkin. Hamma xavfsizlik choralari ko'rilganmi yo'qmi? Buni yaxshilab qarab ko'rish kerak. Sanitariya. Hammom oshxonalarda, yuvinish xonalarida, hojatxonalarda shu sanitariya qoidalariga rioya qilinadimi yo'qmi? Buni ham ko'rib qo'yish kerak. Lekin yaxshilab e'tibor berish kerak. O'ta sterillangan bo'lish kerak emas. Ya'ni hozir endi bola kiradigan joyga, sinfxonada xlor hidi kelib tursa, tushuningki, ular yo sizni kelishingizga tayyorlangan yoki bola o'sha xlorni yutadi. Shuning uchun ham yaxshilab o'ylash kerak, toza, ozoda, osoyishta bo'lish kerak, lekin o'ta sterillab tashlangan bo'lish kerak emas. Endi ota-onalar bilan munosabatlar qanaqa bo'ladi? Bolani o'zini ustida ko'rdik. Ota-onalar bilan munosabat qanaqa bo'ladi? Agar yaxshi bog'cha bo'lsa, maktab bo'lsa, ota-onalar bilan munosabatlar sog'lom bo'ladi. Ular siz uchun faqatgina servis sotmaydi, xizmat sotmaydi. Ular siz bolangizni rivojlanish uchun siz bilan birma-bir harakat qiladi. Misol uchun kuzatuv kameralarini so'raysizmi, bemalol ko'rishingizga sharoit yaratib beradigan bo'ladi. Yoki umuman kelib bir kuningizni ko'rsatsam maylimi desangiz, yo'q demaydi, yashirmaydi. Yoki boshqa narsalarda. Endi shu joyda bitta savol tug'iladi. Telefon masalasi. Biz bilasiz, men hozir telefonga qarshiman. Bolalar telefon ko'rmasin, bolalar telefonda eshitmasin, biz kattalar telefon o'ynab turganimizni ko'rmasin deyman. Endi ota-onalarda shunaqa narsa bo'lib qolganki, ota-onalarda o'qituvchiga nisbatan ishonch yo'q. Boshida tanlab olishda tez tanlab qo'yishadi, yaxshilab qidirib, yaxshilab odamni, o'qituvchini sinab olishmaydi. Boshida ha bo'p deb bolani berishadi, keyin ishonchsizlik bilan har kuni rasm so'rashadi. Oqibatida bola telefonda o'zi shundoq ham ota-onasi e'tibor bermaydi, telefon ko'radi. Bu yoqda o'qituvchi ham xuddi shunaqa qilyapti. Chunki ota-onani qondirish kerak-da, nima zaruratlarini. Ota-ona pul beryapti-ku baribir. Klient yo'qotib qo'ymaslik uchun harakat qiladi. O'rtada jabrdiyda bola. Qaytga qaramasin, telefon bilan kamerada uni xuddi miltiqda turgandek doim qaratib turishadi. Erkinlik qayda qoldi? Hamma joyda kuzatuvlar bo'lsa, siz qanaqa yashaysiz? Nima agar doimiy sizni kuzatib tursa, o'zingizni erkin his qilmaysiz va o'zingiz mustaqil bo'la olmaysiz. Bola ham shunaqa. Xuddi shu muammolarni, xuddi shu psixologik bosimni sezadi baribir. Shetida ehtiyot bo'lish kerak ota-ona. Ya'ni kuzatuv degani, kuzatishga ruxsat degani bu telefonda har kuni video tashlab, rasm tashlash degani emas. Va shuni talab qilish degani emas ota-ona sifatida.
Endi ovqat haqida gaplashamiz. Bu meni soham emas, lekin ovqat balansda, muvozanatda tuzilgan bo'lishi kerak. Menyular ochiq bo'lishi kerak. Lekin bir narsani e'tibor qilish kerakki, 5 mahal ovqat bergan joyda bola 5 soat vaqtini ovqatga sarflaydi. 5 soat vaqtini kiyinish, tayyorgarlik, sinfxonasidan oshxonaga borish bilan sarflaydi. Qolgani dam olish bilan ketadi. Shu bilan mashg'ulotlarga vaqt qolmaydi. Shuni hisobga olib qo'yishimiz kerak. Menyuni ichida qanaqa bo'ladi? Bu mening mutaxassisligimda emas. Xo'p. Endi til masalasiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik ota-onalar ingliz tili beraman, bizda hamma o'qituvchilar rus tilida gaplashadi degan va'dalarga ishonib, bolani nutqini ortda qoldirishga sababchi bo'lib qolyapti. Hozirgi kunda ming afsus bolalarning orasida nutqda orqada qolish, psixik nutqiy orqada qolish ko'p uchrashni boshladi. O'rtacha statistika oshgan va bunga yana bitta sabab ko'r-ko'rona til o'rganish. Ya'ni sinfxonada to'liq muloqot tili ingliz tili bo'lsa, rus tili bo'lsa, ya'ni kattalar o'sha tilni bersa, doim ingliz tilida gapirsa, yoki bitta o'qituvchi doim rus tilida gapirsa, zo'r. Bu bolangizni rivojlanishi uchun faqat va faqat yordam beradi. Lekin bugun olmani Apple deyishi, ertaga 1 dan 10 gacha sanashni xitoychada o'rganish bola uchun hech qanaqa til haqida tasavvurga uyg'otmaydi. Va bola tilni muloqot vositasi sifatida ko'rmaydi va doskada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deyishni o'rganish bola uchun funksional hech qanaqa foyda bermaydi. Va bundan maqtanib, bundan o'zingiz o'rtoqlaringiz uchun choyxonalarda ko'rsatib, mana bolam 10 gacha inglizcha sana oladi deyishdan boshqa hech qanaqa bola uchun muloqotda foyda bermaydi. Aynan shu joyda tilni tanlashda ota-onalar ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni til berilganda bilib olish kerak, u to'garakmi? To'garak bo'lsa qanaqa o'tiladi? Qaysi uslubda? Qaysi dasturda? Yoki u muloqot tilimi? Sinfxonadagi muloqot tilimi? Sinfxonadagi muloqot tili bo'lsa, qanaqa o'rgatiladi? Misol, o'zbek tili bo'lsa, xo'p. Ingliz tili bo'lsa, o'qituvchi shunga yarasha bilimi bormi? U o'qituvchi bolani o'zbek oilasidan kelsa, nutqini sekinlashtirib, pauza bilan tushuntirib, imo ishoralarni ishlatib, non-verbal muloqotda ishlatib, bolaga tushuntirishga harakat qiladimi? Yoki o'zini bilganidan qolmaydimi? Aynan shu joyga yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. Endi ba'zi bitta endi ota-onalar qilishi mumkin bo'lgan ba'zi kichik xatolarga qaraymiz. Birinchisi faqat va faqat tashqi ko'rinish, binolarga qarab hukm chiqarish. Zo'r joy ekan, chiroyli ekan, ana multfilmlar rasmi bor, ana rang-barang, bolam maza qilib yashaydi, maza qilib ko'radi, chalg'iydi to'xtamasdan. Mana televizor bor, mana planshet bor hamma bolaga, demak, bu joy zo'r deb bolani sirab berib yuborish. Ota-ona yaxshilab e'tibor berish kerak. Bino o'yin kulgiga qaratilganmi birinchi o'rinda yoki ta'limga qaratilganmi, tarbiyaga qaratilganmi?
bolani o'sishi, rivojlanishiga qaratilgan. Rang-barang bo'lib, bog'chani haligi ifori kelib turadi-yu. Bola u joyda yaxshi rivojlanadimi, yo'qmi? O'shani qarab ko'rish kerak. U hovlisi bormi, yo'qmi? Bola o'sha hovlida hech bo'lmaganda 1 soat, 1,5 soat yuradimi u? Yo chiqib kirib ketadimi 15 minutda? Bularga e'tibor berish kerak. Va agar faqat binoga qarab qolsangiz, bu sizning xatoyingiz bo'ladi. Boshqa xato reklamalarga ishonib qolish. Hozirgi kunda bizda mashhur insonlar o'zlarini yuzlaridan foydalanib bog'chalarga reklama qilib berishyapti. Bog'chalarga reklama qilib berishyapti va juda ham ishonchli, omonatdor odamlar bo'lsa ham o'zingiz tekshirib, aniqlab, sinovdan o'tkazib olmagunizgacha u joyga bolani berib shartnoma qilmang. Reklama zo'r bo'lishi mumkin, lekin aslida haqiqatga to'g'ri kelmasligi mumkin u joy. Siz borib ko'ring, 1-2 kun turing, sinov muddati bo'lsin, bola moslashib ketsin. Undan keyin bering bolangiz. Ungacha sabr qiling, 1-2 soat bering bolani. Ko'rsin, o'tishi bilan gaplashib ko'rsin, qanaqa turadi. Yana bitta narsa, tez-tez bog'cha almashtirish. Mana keldi, yoqdi, berdi. 2 oydan keyin bola siqilyapti, bola yig'layapti, uydan jig'lik, yaxshi uxlamayapti va hokazo, yangisiga borish. Yana 1 oydan keyin yana boshqa yangi, yana boshqa yangi. Bu bolani charchatadi, yangi tartibni olishi qiyin bo'ladi. Bola injiqlashib, ko'proq isterika, ko'proq qiyinchilik, bolaning rivojlanishi sekinlashib boraveradi. Undan ko'ra yaxshilab o'rganib, sinab, 7 o'lchab bir marta kesish kerak. Boshqa muammo shu yerda keladi. Bolaga haddan tashqari erta berib yuborish bolani bog'chaga yoki kech berib yuborish. Misol uchun Montessori tizimi 3 yillik dastur hisoblanadi. Bola 3 yoshdan 6 yoshgacha hamma narsani o'rgana oladi. Lekin 5 yoshda, 4,5 yoshda kelgan bolalar baribir nimalardir qoldirib ketadi. Bu narsani oldini olib bo'lmaydi, imkonsiz. Va 5 yoshgacha bola uyda yolg'iz yashagan bo'lsa, ijtimoiylashuv ham qiyin bo'ladi. Xuddi shuni teskarisi. Bola hali ota-onasi bilan hissiy bog'liqlik aloqani mustahkam qilmasdan oldin 1 yoshda, 1,5 yoshda 10 soatga, 11 soatga begona odamga tashlash bola bilan ota-onaning munosabatlariga futur yetkazishi mumkin. Ya'ni erta ham bo'lish kerak emas, kech ham bo'lishi kerak emas. Ideal vaqt 2,5 yoshdan 3,5 yoshgacha. Montessori'da toddler sinflar maksimum 6 soatgacha ishlaydi. Ya'ni ertalab 9 dan to 3 gacha. Yoki 8 dan 2 gacha. Bu yaxshi nima? Holat va bunaqa qilsa bo'ladi. 1,5 yoshli bola yuradi, o'zini eplaydi, gapiradi. Rivojlanish uchun 4 soat, 6 soatga borib kelyapti. Bu boshqa. Lekin 10 soat ko'p. Xo'p, boshqa narsa, boshqa muammo ovqatga ortiqcha urg'u berish. Hali ham gaplashdik-ku. Birinchi o'rinda ovqat bo'lmasin. Bolangiz faqat ovqatlangani ketmayapti. Bolangiz o'qigani, ilm olgani, o'rgangani, rivojlangani ketyapti oxir-oqibat. Albatta ovqat muhim. Bola nima yeturgani, nima ichib turgani juda muhim.
Lekin bu eng ustuvor omil emas. Va ovqatga qarab tanlash kerak emas bog'chani. Va hozir juda katta reklamalar ketyapti. Bog'chalar, xususiy bog'chalar mana bizda eng zo'r ovqat beriladi degan. Va biz o'zbek xalqi shunaqa xalqmizki, shoxolinlarni yaxshi ko'ramiz, ovqatlanishni yaxshi ko'ramiz. Bitta o'tirishda har doim nima bo'lsa ham to'ylarni yaxshi ko'ramiz. Yeyish, ichish biz uchun rosa ham muhim. Lekin shunga qaramasdan bolalar uchun bu narsa eng ustuvor narsa bo'lmasligi kerak. Birinchi o'rinda bolani har tomonlama rivojlantirishiga yetarli sharoit bo'lishi kerak. Va ovqat ham muhim, uni balansi muhim, u nimalar berilishi mumkin, lekin baribir ham birinchi o'rinda bo'lmasligi kerak. Shunga qarab tanlash kerak emas demoqchiman. Chunki hozir bog'chalarning reklamasida birinchi navbatda shu ketyapti. To'liq har xil to'garaklar bilan tiqishtirib tashlangan kun tartibi. Ya'ni bola bir kunda taekwondo, karate, raqs, xoreografiya, kulolchilik, sport, suzish bir kun ichida bolani bunchalik ko'p mashg'ulotlar almashtirishi bu bolani charchatib qo'yadi. Undan ko'ra tizimlashtirilgan yaxlit ta'lim tizimini tanlash osonroq bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Shunga o'xshagan yana boshqa xatolar ham bor va bog'chaga borganda ko'rilganda nimalarga e'tibor berish bo'yicha checklist qilib chiqdik. Undan tashqari bog'chaga borib, bog'chadagi ustozdan so'raydigan savollarni ham qilib chiqqanmiz. Ya'ni siz borib tayyor qo'lingizda qo'llanma bilan bog'chani tanlashingiz mumkin bo'ladigan holat bor. Bularning hammasi Telegram sahifamda bor, kanalimda yuklab qo'yilgan. Avvalo omad va juda ham yaxshilab e'tibor bering va umuman bog'cha tanlay turganingizda o'sha dasturi, o'qituvchisi, xavfsizligi, ovqati hammasini yaxshilab sinab ko'rib, keyin tanlang. Tez qaror qabul qilib qo'ymang. Mana shu asosiy eng katta maslahatim.